Wi-Fi aktrisa tomonidan ixtiro qilinganmi? Tarix davomida ko'plab ayollar fan, texnologiya va ixtirochilik sohalarida ulkan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ularning nomi ko'pincha unutilgan yoki soyada qolgan bo'ladi. Biz esa sizga ana shunday ayollar haqida ma'lumot beramiz. Ada Lovelace zamonaviy dasturlash asoschisi. Uning ishi zamonaviy kompyuter tillarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi va bugungi kunda uning nomi sharafiga Ada dasturlash tili yaratilgan. Mary Anderson mashina oyna tozalagich ixtirochisi. 1903-yilda Mary Anderson avtomobil oynasini tozalash mexanizmini patentini oladi. Grace Hopper kompyuter dasturlash tili yaratuvchisi. Grace Hopper aqshlik matematik va harbiy muhandis bo'lib, u COBOL nomli dasturlash tilini ishlab chiqdi. Bu til biznes va hukumat dasturlarida keng qo'llaniladi. Hedi Lamar simsiz aloqa texnologiyalariga asos solgan ayol. Hedi Lamar aktrisa sifatida mashhur bo'lsa-da, uning ilmiy ishlari bugungi zamonaviy texnologiyalar rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. U Ikkinchi jahon urushi davrida radio to'lqinlarini kodlash va ulardan samarali foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib bordi. Uning ixtirosi bugungi Wi-Fi, Bluetooth va GPS texnologiyalariga asos bo'ldi. Ha aytgancha, ko'pchilik bu ayolni Wi-Fi ixtirochisi deb biladi. Aslida Wi-Fi John O'Sullivan tomonidan yaratilgan. Sizga qaysi ixtirochi ayol haqidagi ma'lumotlar qiziqarli tuyuldi?